qo'ldan kelgancha hozir mashinaning kuzov qismini tekshirishda bir qator tushuntirib chiqaman qadrdonlar. Bitta bosib qo'yasizlar. Men hali aytdim, kommentariyaga yozinglar dedim. Bundan keyingi mashina qanaqa mashina tekshirish kerakligini yana kommentariyaga yozib ketinglar. Xudo xolasa o'tkazgan vaqtlaringga aniq achinmaysiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa men sizga birma-bir mashina olmoqchi bo'lgan paytingizda qayerlarga e'tibor berishingiz kerakligini hammasini ochiq-oydin tushuntirib chiqaman. Qadrdonlar, misol mashinani shunday eshigini ochasiz, bitta qaraysiz. Допустим, buni probegi 156 ming probegi. Misol 300 ming probegi bo'lganda holati mana shunaqangi sostenida turmasdi. Ko'jani holatlari, misol mana shu 156 ming probegi kanki job berib turibdi. 156 mingdan kam emas, undan o'tib ketgan emas. Buni ko'zasidan rangi o'chgan holat, yetilib ketmagan, o'zini haqiqiy ko'ja holati. Ochasiz, qaraysiz, e'tibor berasiz, boltariga bir boshdan qarab chiqasiz. Xudo xolasa buni boltlari hammasi joy-joyida. Captiva trekerlardan mana shu boltlar alohida chiqqan sababi eshiklar alohida yig'iladi. Gentra Cobotlarda bo'lsa, mashinaning kuzov qismi eshigi bilan birga pon sepiladi-da, bitta mana shu shopir eshikni alohida qo'yadi. Shuning uchun bitta mana shu Gentra Cobotlarga e'tibor bersalaring, mana shu boltning kraskasining rangi boshqacha bo'ladi. Xoslarga men buni hop, kapotini ochaman, old qismini, ustalar qayerga qarashligini bitta ko'rsatib tushuntirib o'taman. Iyo. Ustalar shunday old qismini ochadi mashinani, sirazi egilib mana shu kantachkalariga qarashni boshlaydi. Kantachkalari sog' bo'lsa, eshik mana bu qanotli boltlariga qarashni boshlaydi. Sababi qanotli boltlari ham hali kulish tekkan bo'lsa, yechilgan bo'lsa, nimaga yechilgan sababini topish kerak. Uchun buni hozir qanotli boltlari ham xudo xohlasa cho'tka zo'r turibdi. Mana shunday holatda zavodskiy holat bo'ladi. Mana bu kapotni mana bu boltga ham e'tibor berasizlar. U boltga e'tibor bergandan keyin ichkari tarafidagi boltga ham e'tibor berishni esdan chiqarmang. Sababi kapotni misol almashtirgan paytda mana boltni birga petli bilan birga qo'shib sepishi mumkin. Ichkarini sepish qiyin. Kapot qanotni yechib turib, ichkari boltdan qatirib turib, mana bu yerda mo'xlobga qilib qo'yish mumkin. Shuning uchun mana shu boltlarga bir e'tibor bersizlar. Yana bitta e'tiborlaring zo'r qaraydigan narsalaring mana bu zavodda surtilgan germetika bo'ladi. Bitta zo'r fishkani xoslarga men tushuntirib aytib o'tib ketaman. Zavodda sepilgan germetika zavodda sepilgan kraskadan ko'ra ozgina sariqroq rangda bo'ladi. Sababi motorning atsekka mana shunday germetika sepilgan joylariga zavod kraskani qalin bermaydi. Shuni hisobiga germetika o'zini rangini ozgina saqlab qoladi. Biz sepgan paytimizda bitta kraskaga to'ydirib qo'yamiz. Bunaqangi qilib sepishdi. Vali bir kamdan kam usta bir 100 dan yetti bir 5% usta eplay olishi mumkin. O'shanda ham bir professional bo'lmasa, juda ham qiyin bu germetikani zavodskiy qilib sepib o'xshatish. Biz nima qilamiz? Biz ham bosh sepib qo'yamiz-da, baribir biz hali changitib sepish u biz apparatlarga yoki biz qo'limizdagi pulsatorlarga emas, to'g'ri gapi. Mana qarang, mana shunday ham tepasi, u tepa qismi o'chgan, bu tarafiga даже kraska tegmagan, bu zavodskiy narsa. Shuni hisobiga juda ham zavodskiydan qilingan ishni ajratib olish uchun shu ishlarni qilasiz. Ustalar sirazi shu joylarga e'tibor beradi. Zavodskiy chiqyapti deydi. Keyin sekin bu taraflarga o'tadi. Mana bu taraflar ham xudo xolasa kantachkalar hamma yo'q zavodskiy turibdi. Kantachkalarni ham men sizlarga tushuntirib o'rgatib boraman. Mana shu chuqur bo'ladi. Mana shunaqangi temir, haqiqiy temir eziladi. Hali ko'pchilik bu nimani hozir yasayapti ham. Bu kantachkalarni mo'xlobga qilib, u mo'xlobga oddiy odamning ko'ziga, lekin ustalar buni bitta sirazi farqiga boradi. O'zi shunday bunday qilganingizda o'zi bu zavodda urilganmi yo keyin poddelka qilinganmi, shu narsani farqiga borishni ham o'rganing. Ko'proq mashina ko'ring, ko'proq mashina ko'rsangiz, xudo xolasa, mashinasidan ham e'tiborli bo'lasiz va opitingiz oshadi. Olmagan taqdiringizda ham shu narsalarga e'tiborli bo'lsangiz, xudo xolasa, qadrdon kelajakda birov sizni bu temada allasiga yo'l qo'ymaysiz. Eng qiziq joylardan yana bittasi qadrdonlar, mashinani u oldilariga e'tibor berish kerak. Bu oldin lanjiron, hozir men sizga ko'rsatgan narsa, shu oldin lanjirondagi ichidagi boltlarga e'tibor berasiz yaxshilab. Sababi mashina oldidan urilgan paytda buferdan udar ichkariga o'tsa, metagi usilitri bor, stalina bor. O'shanda ham mana bularga kulish tegmaydi. Mana bularga kulish tegmaydi. Prosta bufer yechiladi. O'sha narsani yechib olib, to'g'rilab bir balo qilib qaytarib qo'ygan taqdirda o'sha joylariga yaxshilab e'tibor berasiz. O'shunaqangi mayda kaltakdan aniqlashingiz mumkin. Bu mashinada mana do'st e'tibor beryapsizmi? Yaxshilab qarasiz. Bu zavod mashina turibdi. Buni boltlari xudo xolasa yechilmagan. Cho'tka yaxshi holatda turibdi. Keyin bizga kraska qayerda bor deb misol, aka o'zi ayting kraska qayerda bor desam, sirazi misol menga aytish mumkin. Mana shu bitta qanotda kraskasi bor desa, men bu qanotda umuman ko'rmayman.
O'zi aytayapti. Men petni qayerdan perexod bo'lganini aniqlashim mumkin. Masalan, aytsan, sepilgan ekan, paxsini sepgan ekan, deyishim mumkin-da. Keyin e'tibor bera olmasam, men bu ishga e'tibor beraman. Bu qanot qayergacha udalib borgan? Tomgachami, men bagajgami, yo mana bu plastmassalargami? Yoki bo'lmasa men nimani sindirib yuborgan bo'lishim mumkin, stol sindirib yuborgan bo'lishim mumkin, yoki bo'lmasa meni bamperga bir повреждение tekkan bo'lishim mumkin. Eng e'tibor bergan narsam shuni ichki holatiga men e'tibor beraman. Sababi buni kraska bo'lganda o'zi aytayapti, bunga o'tgani etmasligi mumkin ko'pchiligi. Shuning uchun o'tgan o'tmaganini aniqlashingiz uchun shunday ochasiz. Germetikga e'tibor berasiz. Germetikalari zavod holatida turibdi. Bir xilda, bir qirda, bir sidirig'i va shunaqangi kuyuladi. Haligi men sizlarga ko'rsataman, xudo xolasa germetikani haligi o'zimiz qo'lda kuyulganlari bor, uni ajratish oson. Aytib o'tganini mana buni ham germetikaning rangi ozgina sarg'imtirroq. Misol mashinaning o'zining rangi oppoq, lekin germetikaning rangi ozgina sarg'imtirroq. Zavodskiy germetika mana shunaqangi kraskani ozgina yutib qo'yadi o'ziga, o'zining shu sariq rangini chiqarib qo'yadi. Любой rangda mana shu germetikaning rangi ozgina ajraydi. Qachonki zavodskiy bo'lsa, bu zavodskiy bo'lmasa, bular o'sha detallar rangi bilan bir xil bo'lib ketadi. Shuning uchun juda ham bir chuqur e'tiborli bo'lib, sekin tekshirishni boshlaysiz. Mana bu ko'pchilik rezinkani ochadi, rezinkani taylarini tekshirtirishni sizlar aytmagan ham, bilasizlarmi? Sababi qaranglar. Mashinaga tom ulangan paytda, tom kesib ulangan paytda, tomni kesib ulangan joylari fishkalari ko'pincha mana shu chastlar bo'ladi. Shu buni ustalar biladi, juda ham yaxshi bilishadi. Shu ulangan paytda mana shu hech bo'lmasa shu yerdan kesilgan taqdirda ham bitta mana shu kanta yo'q bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasa shu yerda jinni странный neobычный holat bo'ladi. O'shanda shu joylarga yaxshilab e'tibor berib, qarab chiqasiz. Bekdan podozrение sal bo'ldimi, misol, sal bitta narsa topdingizmi, sarazi shuni ichiga qaraysiz. Shuning uchun to'g'rilar rezinkani ham tushirib, qaragani umuman erinmang, egasidan so'rang, aka, tekshirib olaylik. Mashinangizni xudo xolasa naqd pulga olyapmiz degan savollarni berib, bemalol chuqur tekshirib olsangiz bo'laveradi. Mana misol bunda hozir zo'r turibdi, zavodskiy turibdi, mana shu qarang. Bitta sloy. Men sizga hozir zo'r yo'lini fiskani tushuntirib qo'yaman. Praktik bosib qo'yasiz. Ko'ryapsizmi? Mashinada 3 ta sloy nima bo'ladi? Mana bu birinchi sloy, bu 0.8 mmlik ust qatlam, mana bu 1 mmlik ichki qatlam va ichkarida yana bitta 1 mmlik suyak qatlam bo'ladi. Shu 3 ta qatlam bir xilda turishi shart. Agar mana shu 3 ta qatlamni bitta joyda yopilib qolganmi, biling, mana shu yerda svarka bor, mana shu yerda kesilgan, nimaga kesilgan topish kerak. Yo tom qo'yilganda kesilgan, yoki mana shu o'rta stoyka almashganda kesilgan bo'ladi. Xudo xolasa shunaqangi mashinalar kelsa, shunaqangi mashina topsam, imminni shu zavodskoyda ajratib olishni bir o'shdan uni ham tushuntirib qo'yaman. Bu mashina har bitta qatlami o'ziniki zavodskiy bo'lib turibdi. Ustalar ne только bu kantashkalarga qaraydi. Ustalar kantashkaga qaragan sababi bir qanaqadir shubha gumon topsa, keyin ichiga qarashni boshlaydi qadrdonlar. Hozir buni rezinkalarni sekin chiroqli yopib qo'yamiz. Aytib o'tganimdek, xudo xolasa, buni ham ichi zo'r turibdi. Endi yana bitta zo'r joyi bor, qarang. Hozir agar bilinib turgan bo'lsa, mana bu yer ozgina matoviy, mana bu yer blest, ko'ryapsiz, chiroqli zo'r sepilgan. Mana bu ichki qismda ozgina matoviy joyi bor. Shu zavodda ham sepilgan paytida bu narsa yopib turadi, mana bu narsa yo'q bo'ladi. O'sha paytda pulzator sepganning hisobiga o'sha yerga chang o'tadi. O'sha yer ham blestyashi turmaydi. Aksariyat mashinalarniki o'sha ichki qismlari blest bo'lib turmaydi. O'sha yer matoviy bo'lib qoladi. Mana misol, допустим, mana blestyashi zo'r turibdi, ko'ryapsiz, o'zi даже aksiyaga ko'rsatib bo'ladi bu yerda. Oq bo'lgan taqdirda. Mana bu matoviy. Mana ko'ryapsizmi? Shagrini ham o'ta mayin. O'ta mayda. Ko'rdingizmi? Zo'r bilindi menimcha. Mana aytdikida, o'zi ko'rsatib bo'ladi даже. Zavodskiy narsani ajratib olishni o'rganib olgan bo'lsangiz, xudo xolasa, biz ham shunga juda ham bir xursand bo'lamiz. Bu videolarda qilishdan maqsad qadrdonlar odamlarda shu sal shu mashina temasida ko'zini ochish, unisiga bunisiga iltimos qilmasdan o'zlarini aqli ham yeydigan darajaga olib chiqib qo'ymoq, xudo xolasa qadrdonlar. O'zlari ham bunday bo'lsa tekshirib ko'rib turib, zavodskiy narsani ajratib olishni bilib olsangiz, qanchalik sizga bir qanchalik yordam tekkan bo'lsa, shuncha xursand bo'laman xolos. Menga voqea lekin narsa kerak emas. Birda uni bizlar tekin bosib qo'ygan lakingiz uchun shuncha biz harakatni qilib, tushuntirib yotibman. Orqa qismlarini o'tirib qarashga erinmay. U ichlarigacha. Sababi qayerdandir kalta yegan bo'lsa, mashina o'sha orqa tarafdan kalta yegan bo'lsa, orqani o'zidan kalta yegan bo'lsa ham, men bagajga o'tmagan bo'lsa ham, qanotni ichiga kirgan bo'lsa, o'sha narsa
Shu bufetni o'zini almashtiradi, ichida babi kalta qoladi, qanaqadir bir hali pavlijinda qoladi. Mashina narxida juda ham bir katta rol o'ynaydi. Bitta yana zo'r sekret aytib o'taman, talakni bosib qo'yasiz. Ichini mashina hech qayerda shumka yo'q. Ichin o'zi shumka bormi? Biling, u yerda kalta bor. U kaltani yashiryapti ular. Sababi o'sha yerda o'zini shumka qilib qo'ymaydi. U faqat aybni ishni yashirish uchun qilinadi xolos u narsalar. Menimcha qadrdonlar bergan ma'lumotlarimni qanaqadir miqdorda sizlarga foydasi tekkan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Sizlar uchun harakatdamiz. Avtorin nomer 1 sizlar bilan birga.